Chingizxon tarixda katta qonli va o'chmas iz qoldirgan, dunyo tarixini o'zgartirib yuborgan buyuk sarkarda va xoqon edi. Bu videoda siz Chingizxon asli turk yoki mo'g'ul ekanini, u qanday qilib o'z davlatini qurganini va qanday qilib yengilmas Chin diyorini bosib olganini va video so'ngida Xorazm istilosini tafsilotlarini bilib olasiz. Rivoyatlarga ko'ra, Chingizxonning otasi Yesugey bir kun Onon daryosi bo'yida ov qilayotganda Merkit turk qabilasidan bir kelinni ko'radi. Xoleun ismli bu kelinni o'g'irlab qochadi va majburlab uylanadi. Yesugeyni bu ayoldan bir o'g'li bo'ladi. U bola qo'lida bir qon laxtasi bilan tug'iladi. Buni ko'rgan shamanlar esa bu belgini ko'rib, bolani kelajakda juda ham ko'p qon to'kishini bashorat qilishadi. Yesugey bu o'g'liga Temuchin ismini beradi. Ko'rib turganingizdek, Chingizxon aslida ona tomondan turkiy, ota tomondan esa mo'g'ul edi. Chingizxonning yuksalishida ham turkiy qavmlar juda ham muhim rol o'ynagan edi. Temuchin ulg'aygach, Kerayit xoni o'ng xonning qiziga uylanadi. Uning xotinini turk merkitlari Mo'g'ulistonga qilgan hujumida o'g'irlab ketadi. Temuchin esa bu hujumni va ayolini o'g'irlanganini o'chini olish uchun avval Kerayit xoni o'ng xon oldiga boradi va undan dastak olib, so'ng Junxorlarning oldiga ittifoq uchun boradi. Uning ittifoq taklifini Junxor xoni Jamuka qabul qilib, unga bajonidil dastak berishga otlanadi. Junxorlar va Kerayitlar bilan ittifoq tuzgan Temuchin Merkitlar ustiga yurishga chiqadi. Bu uch qo'shin bir bo'lib Merkitlar qabilasiga yurishga otlanadi. Ular tunda Merkit chodirlariga katta bosqin uyushtiradilar. Mingga yaqin Merkit turklari o'ldiriladi. Chingizxon qo'shinlari qarshisidan chiqqan hech kimga marhamat qilmaydi. Bu jang natijasida Chingizxon o'z yurtiga qilingan bosqinlarni o'chini ham olgan va xotinini ham qutqargan edi. Bu hujumlardan keyin Merkitlar ancha tarqalib, uzoq vaqt o'ziga kela olmagan. Bu zafardan keyin Temuchinning obro'si juda oshib ketdi. U bir necha yillar ichida mo'g'ul qabilalarini bir chodir ostiga to'plab, 1189-yilda qurultoy qilib xon unvonini oladi va mo'g'ul davlatini quradi. Chingizxon davlatini qurgandan keyin juda uzoq vaqt Junxorlar va turk qabilalar bilan janglar yashaydi va natijada juda ham katta qism turk qabilalarini o'ziga bo'ysundirib yoki o'z tomoniga og'dirib, so'ngida Junxorlarni ham yengadi. Oradan vaqt o'tib, 1206-yilda Chingizxon bir qurultoy to'playdi. Unda o'zining ismi berilgan qonunlarni e'lon qiladi. Bu qonunga ko'ra, zino qilganni kim bo'lishidan qat'iy nazar qatl qilinishi, hakimlar, huquq odamlari va o'zini ibodatga bag'ishlagan odamlardan soliq olinmasligi, butun dinlarga hurmat ko'rsatilishi va hech bir din orasida ajratish bo'lmasligini, so'kinish hamda haqoratli so'zlar taqiqlanganini, odam o'ldirganni ham aynan o'sha shaklda jazolash belgilangan edi. Bu qonunlarni joriy qilish vazifasi uning o'g'li Chig'atoyga topshirildi. Mo'g'ullar davlat sifatida tijoriy, ilmiy taraqqiyotni Uyg'urlardan olgan edi. Uyg'urlar ham o'z ixtiyori bilan mo'g'ullarga qo'shilishi bilan Mo'g'ul davlati madaniy jihatdan rivojlanishda tezlashadi. Mo'g'ul xalqi aslida o'qishni va yozishni bilmagan xalq bo'lgani uchun Uyg'ur alifbosini Mo'g'ul imperiyasiga joriy qilishadi. Chingizxon davrida Chin o'lkasi, ya'ni Xitoyda 3 ta davlat mavjud edi. Shimolda Xiya, markazda Jin, janubda esa Sun sulolasi hukmronlik qilar edi. Chingizxon mo'g'ullarning azaliy dushmani bo'lgan Jin sulolasiga yurish qilmoqchi edi, ammo u hali biror qal'ani qamal qilmagan va bu sohada tajribasiz edi. Shu sabab u avval Tangut qirolligi bo'lmish Xiya sulolasiga yurishga qaror qiladi, chunki bu davrda Tangut davlati juda kuchsiz holatda edi. Chingizxon qo'shinini hozirlab 1207-yilda Tangut qirolligiga yurishga otlanadi. Tangutlar esa Chingizxonga qarshi chiqmay, qal'a devorlarining ortidan mudofaaga kirishadilar. Bundan foydalangan Chingizxon Tangutlarning eng strategik shahri bo'lmish Bulaxay shahrini qamal qiladi. Qo'shinning 3 dan 2 qismini shaharni qamal qilayotganda, qolgan qismi atrofdagi qishloq va shaharlarni talon-taroj etayotgan edi. Uzun davom etgan qamal oxirlarida Chingizxon bir elchini shaharga yuborib, shartlarni e'lon qiladi. Shartlar shunday edi: agar shahardagi barcha xabarchi qushlar mo'g'ullarga taslim qilinsa, mo'g'ullar ortiga qaytishni va'da qiladi. Bulaxay shahrining hokimi esa o'ylab o'tirmay rozi bo'lib, minglab qushlarni mo'g'ullarga topshiradi. Mo'g'ullar esa bu qushlarni oyoqlariga yonayotgan mato bog'lab uchirib yuboradilar. Vahimaga tushgan qushlar shaharga qaytadilar va shaharning katta qismini
yoqib yuboradilar. Vulahay shahri olov ichida qoladi. Bundan foydalangan mo'g'ullar osongina shaharni qo'lga oladi va tezlik bilan tangutlar poytaxti Chonghay shahriga otlanishadi. Chonghay shahri juda ham kuchli mudofaasi va tizimli askarlari bilan mustahkam himoyaga ega edi. Chingizxon bu shaharni oylar davomida qamalda ushlab turdi. Shu davrda qo'shinning bir qismi mamlakatning boshqa qismlarini talon-taroj qilayotgan edi. Oxir oqibat Tangut qiroli o'z qizini Temuchinga berib, sulh qabul qiladi. Shuningdek, har yil o'lpon to'lashga, minglab tuyalar, qimmatbaho matolar va oltin jo'natishga va'da berib, har yili Chingizxon qo'shiniga askar yuborishni ham va'da qiladi. Shu tariqa Tangut qirolligi mo'g'ullarga vassal bo'ladi. Endi esa Chingizxon jin yurishiga tayyorgarlikni boshlaydi. 1211-yilda Chingizxon buyuk qurultoy to'playdi. Bu qurultoyda Mo'g'ul davlati jin imperiyasiga urush e'lon qiladi. Bu urushga mo'g'ullar 90 ming askar bilan kirishadi. Jin imperiyasi esa manbalarga ko'ra 800 ming piyoda va 150 ming otliq qo'shinga ega edi. Ammo ko'p olimlar fikricha aslida ko'pi bilan 300 ming piyoda va 70 ming otliq bo'lishi mumkin edi. Mo'g'ullar Xitoy devorigacha hech qanday qarshiliksiz yetib keladilar. Bu paytda Xitoy devorini O'ngut turklari himoya qilayotgan edi. O'ngut turklari yetakchisi Chingizxonga elchi borib, unga sadoqatini bildiradi va Xitoy devori darvozalarini mo'g'ullarga ochib beradi. Mo'g'ullar devorlardan kirgach, qo'shinni ikki qismga bo'ladi. 30 minglik qismni Subutoy amriga berib, Dotong shahriga qamal qilish uchun yuboradi. Asosiy qo'shin esa Chingizxon qo'mondonligida Yaxuling dovoniga yetib keladi. Bu yerda xitoyliklar 450 ming qo'shin bilan mo'g'ullarni kutib turgan edi. Subutoy Datongni egallab, Boyshay shahriga yuradi va uni ham ishg'ol qiladi. Va bu ikki shaharni qo'lga olgan Subutoy 30 ming amridagi qo'shin bilan yana Chingizxonning oldiga qaytadi. Chingizxonning jamlangan 90 ming qo'shini Xitoyning 450 ming qo'shiniga qarshi hujumga kirishadi. Jang davomida jin qo'shini asta-sekin boshlaydi. Chingizxon esa Subutoyni tog'lardan o'tib, xitoyliklarning ortidan hujum qilishga buyuradi. Shu bilan jin qo'shini ikki tomondan hujum ostida qolib tor-mor bo'ladi. Xitoy imperatori Pekinga qochib ketadi. Bu mo'g'ullarning jin imperiyasi ustidan ilk va eng buyuk zafari edi. Bu jangdan keyin mo'g'ullar jin imperiyasining kichik shaharlarini talon-taroj qilib, u yerdan 10 ming qul qo'shinini tuzishadi. Bu xitoyliklardan iborat bo'lgan qo'shinni boqish ham hatto Chingizxon qo'shiniga biroz og'irlik keltiradi. Xitoylik muhandislar yordamida manjaniqlar yasab, Pekin sari yuradilar. Shahar manjaniqlar bilan shiddatli o'qqa tutiladi va 2 marta hujum qilinadi. Dastlabki hujumlar muvaffaqiyatsiz bo'ladi, ammo keyingi safar Chingizxon birinchi qatorga xitoyliklardan tuzilgan qo'shinni jangga qo'yadi. Chingizxon qo'shini boshida xitoyliklar o'z davlatlari poytaxti bo'lgan Pekinga hujumga o'tishadi. Pekin himoyachilari avval shiddat bilan o'q ota boshlashadi, ammo keyin tushunishsa, ular o'z vatandoshlarini o'ldirayotgan, o'z qarindoshlarining jonini olayotgan edilar. Pekindagi askarlar ruhiy tushkunlikka tushadilar. Bu paytdan unumli foydalangan Chingizxonning asosiy qo'shini umumiy hujum amri oladi va Pekin shahri qisqa muddatda ishg'ol qilinadi. Shundan keyin Chingizxon jin imperiyasining kichik bir qismini bosib olmay, Pekindan juda katta g'animatlar bilan o'z poytaxtiga qaytadi. Xitoyni ishg'ol qilgan Chingizxon juda katta kuchga ega bo'lgan edi. Juda katta boyliklar va hududiga juda unumli yerlarni qo'shib olgan edi. Va Chingizxon Qora Xitoylar bilan juda qattiq tortishuvga kirib qoladi. Qora Xitoylarni mag'lub etgach, Mo'g'ul davlati Xorazm bilan chegaradosh bo'lib qoldi va dastlab yaxshi qo'shnichilik siyosati yuritishdi. Bu orada Alovuddin Muhammad Xorazmshoh Abbosiy xalifaligiga ham urush e'lon qilib, musulmon olamini bo'lib yubordi. Mo'g'ul istilolari yaqinlashayotgan paytda musulmon olami bo'lingan va bir-biri bilan jang qilgan holatga tushdi. 1218-yilda Mo'g'ulistondan 450 kishilik turklardan tuzilgan karvon O'trorga yo'l oladi. O'tror hokimi Inolchiq ularni avval hibsga olib, keyin qatl qiladi. Bu xabar Chingizxonga yetib kelgandan keyin u qattiq g'azablanadi. U Xorazmshohga elchi yuborib, Inolchiqning qatl etilishini talab qiladi. Hech bo'lmasa, uni davlatdan surgun etilishi yoki Mo'g'ulistonga jo'natilishini xohlaydi. Ammo Alovuddin Muhammad buni rad etib, elchini sharmandali ahvolda qaytarib yuboradi.
Aslida Inolchiqqa bu 450 kishilik karvonning qatl amrini sultonning o'zi bergan edi. Bu voqea urushning ochilishiga bir sabab bo'ldi. 1219-yilda Chingizxon Xorazmga safar qiladi. U 200 ming qo'shin bilan Xorazmga yurishga chiqdi. Bu qo'shin Xorazm qo'shinidan son jihatdan kamroq edi, ammo intizomliroq va Chingizxonga bo'lgan cheksiz sadoqatga ega edi. Sulton Alo'ddin Muhammad qo'shinini shaharlarga mudofaa uchun taqsimlab, kattaroq qismini o'zi bilan Samarqandga olib qoladi. Mo'g'ul qo'shinlari O'trorga yetib kelib, qamalni boshlashadi. Chingizxon Xorazmning mudofaa rejasini tushunib, Movarounnahr shaharlarini bir-biriga yordam bera olmasligi uchun qo'shinini taqsimlaydi. O'g'illari Chig'atoy va O'gedayni O'trordagi qamalni davom ettirishda qoldirib, katta o'g'li Jojini Jand shahriga yuboradi. O'zi esa Buxoroga safarga chiqadi. Chingizxon Buxoroni yoqib vayron qiladi. Keyin yo'lini Samarqandga buradi. Bu taktika Xorazmshohlarning rejalarini buzib yuboradi. Ustiga juda katta qo'shin kelayotganini bilgan Xorazmshoh o'zining poytaxti bo'lgan Samarqanddan chekinadi va Xuroson shaharlariga bir-bir kirib, Ray shahrigacha yetib boradi. Samarqand mo'g'ullarga qarshi boshida juda qattiq jang qiladi. 5 kundan keyin esa sultonlari tomonidan tark etilgan Samarqand aholisi umidsizlikka tushib, Chingizxonga darvozalarni ochishadi. Bu orada Chig'atoy va O'gedoy O'trorni ishg'ol qilib, Samarqandga yetib kelib ulgurgan edi. Joji esa Jand shahrini ishg'ol qilib, u yerni yoqib, vayron qilib, Gurganchni qamal qila boshlaydi. Samarqand aholisi Chingizxonga o'z ixtiyori bilan taslim bo'lganiga qaramay, u yerdagi ayollar va bolalar qul qilib olinib, erkaklar hammasi qatl qilinadi va shahar vayron qilinadi. Samarqandni vayron qilgan Chingizxon o'z sarkardalariga Sulton Alo'ddin Muhammadni ta'qib qilishlarini buyuradi. Sulton Muhammad ortidan Chingizxon sarkardalari bir-bir Xuroson shaharlarining bir qancha qismini yoqib vayron qilib keladilar. Bu yurishlar so'ngida esa Rey shahriga yetib keladilar. Rey shahrini ham qisqa muddatda vayron qiladilar, ammo u yerda sultonni topa olmaydilar. Chunki sulton Kaspiy dengizida joylashgan Ashur oroliga qochib, u yerda vafot etadi. U o'limidan oldin Jaloliddinni valiahd qilib tayinlagan. Jaloliddin Xorazmshoh tamomila 90% yiqilgan davlatni otasidan meros qilib oladi. U dastlab Xurosonda G'azna shahrida qo'shin yig'ishni boshlaydi. Jaloliddinning qo'shin yig'ganining xabari Chingizxonga borganda, Chingizxon 30 ming kishilik qo'shinni sarkardasi Shiki-Xutuxu amriga berib, Jaloliddinga qarshi yurish amrini beradi. Shiki-Xutuxu va Jaloliddin qo'shinlari Parvon dashtida qarama-qarshi keladilar. Mo'g'ullarni taktikalarini yaxshi bilgan Jaloliddin qo'shinini tog'larga yaqin joyga joylashtirib, Mo'g'ullar qanotlaridan qurshab olishini oldini oladi. Bu jangda Jaloliddin Shiki-Xutuxu boshchiligidagi 30 ming kishilik qo'shinni yengadi. Bu esa Mo'g'ullarning ilk mag'lubiyati edi. Bu zafar xabarini olgan Xuroson shaharlari qo'zg'olonlar boshlaydi. Hirot aholisi Mo'g'ul noibini o'ldirib, shahardagi Mo'g'ullarni qatl qiladi. Bu vaziyatdan keyin Chingizxon shaxsan o'zi Jaloliddin bilan jang qilishga qaror qiladi va qo'shinini yig'ib, unga qarshi yo'lga chiqadi. Chingizxon qo'mondonligi ostida 60 ming qo'shini bilan Jaloliddinni ta'qib qilib Hind daryosi bo'yigacha yetib keladi va Hind daryosi bo'yida Jaloliddin hamda Chingizxon qo'shinlari qarama-qarshi keladi. Jaloliddin qo'shinlaridan avval o'ng qanotni jangga kiritadi. Mo'g'ullar ham bunga javoban Jaloliddinga qarshi chap qanotini hujumga kirgizishadi. Mo'g'ullar o'z chap qanotiga yordam sifatida 5000 kishilik birlik jo'natadi. Jaloliddin esa xuddi shu harakatni takrorlab, o'z o'ng qanoti uchun yordamga 5000 kishilik qo'shin jo'natadi. Xorazm qo'shinining o'ng qanoti Mo'g'ullar qo'shinining chap qanotini qiyin ahvolga solib, qushab ola boshlaydi. Chingizxon esa o'zining qo'shinini bir qismini yo'qotmaslik uchun umumiy hujum amri beradi. Jaloliddin ham bunga javoban qo'shinining katta qismiga umumiy hujum amri berib, Mo'g'ullar tomonga hujumga o'ta boshlaydi. Uzun va ayoqsiz kechgan janglardan keyin Mo'g'ul qo'shinlari asta-sekin orqaga chekina boshlaydi. Bu vaziyatda Jaloliddin Mo'g'ullarni yengayotganini tushunib, shiddat bilan Mo'g'ullarni ortidan quva boshlaydi. Agar Jaloliddin bu jangda g'alaba qozonsa, o'z davlatini Mo'g'ul istilosidan qutqarar va qayta oyoqqa turgizar edi. Voqealar Chingizxon xohlagandek ketayotgan edi. Chingizxon o'zining maxsus bo'linmasi bo'lmish Keshik birligini tog'larning atrofidan aylanib o'tib,
Jaloliddin qo'shinining orqa qismiga hujum amrini beradi. Xorazm qo'shini ikki tomondan qurshovda qolib, Hind daryosiga siqib chiqariladilar. Jaloliddin qo'shini mag'lub bo'ladi, juda katta yo'qotishlarga uchraydi. Jaloliddin esa Hind daryosidan kechib o'tib, 700 askari bilan Hindistonga otlanadi. Bu voqealarga guvoh bo'lgan Chingizxon Jaloliddinga qarab, u haqiqiy bir er kishidir. Ikki tomoni o'tda ekan, o'z jonini qutqarib bir daryodan qo'shinining bir qismini olib ketdi. Haqiqiy o'g'il mana shunday bo'lishi kerak edi, degancha Jaloliddinning ortidan uni qo'lga olish uchun kichik bir qo'shin birligini jo'natadi. Bu janglardan keyin Chingizxon Xorazm aholisining 90%ni o'ldirgan yoki asir qilib Mo'g'ulistonga jo'natgan edi. Xorazm davlatining katta qismi vayronalarga aylanib, Mo'g'ullar davlatiga qo'shib olingan edi. Chingizxon esa 1225-yilda o'z poytaxtiga qaytadi va oradan 1 yil o'tib vafot etadi. Chingizxonning qabri esa hozirgacha topilmagan bo'lib, o'z sirini saqlab kelmoqda. Bu video so'ngida bir savolga javob berib o'tmoqchiman. Chingizxon turkmi yoki mo'g'ulmi? Chingizxon turk hamda mo'g'ul xalqlarini birlashtirib, buyuk davlatga asos solgan lider sifatida ko'riladi. U ona tomonidan turkiy, ota tomonidan esa mo'g'ul edi. Chingizxon mo'g'ul hamda turkiy qabilalarini birlashtirgan va buyuk davlatga asos solgan, tarixda qonli va dahshatli iz qoldirgan xoqon sifatida tarixda qoldi. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu siz uchun oddiy narsa, biz uchun esa kontentimizni davom ettirish uchun zamindir.